Izohlarda oxirgi paytda juda ko'p bizga murojaat qilayotgan bemorlarimizdan sariq kasalligidan tabiiy yo'l bilan shifo topish va yoshligida sariq kasal bo'lib, hozirda jigarlari sirrozga kelib qolgan yoki sirrozga yaqinlashib qolgan, ruschasiga с переходом cirroz печень deydi. Mana shu kasalliklardan qiynalib shifo topa olmayotgan bemorlarimizdan juda ko'p savollar kelib tushyapti. Uy sharoitida maslahat beradiganim bu o'zimizda qora no'xat. Qora no'xatni qaynatib, yarim soatga qaynatib, kun davomida qorin to'q bo'lmagan holatlarda yarim piladan iste'mol qilinsa, kattalar 800 gram, kichkinalar 400 gramdan bu o'sha jigar tiqilmalarini ochishga ham yordam beradi. Undan tashqari uy sharoitida yana Qudrati Norin, men oldingi intervyularimda ham aytib o'tganman, Qudrati Norin nafaqat jigar sirroziga va nafaqat sariq kasal asoratini yo'qotishga, hattoki taloqni ham filtr qilish xususiyatiga ega. Oldingi intervyularimda aytganimdek qilib foydalanishingiz mumkin. Agar sizga to'liq muolaja kerak bo'lsa, sizga mana bu mahsulotlarni maslahat beraman. Bu sirroz kasalliklariga, sirrozga o'tish davri, yoshlikda sariq bo'lib, ko'ngli to'lmay, yoshligimda sariq bo'lganman, menda hozir jigarimda muammo bor, qotishlik bor degan bemorlarga va umumiy shu taloq, jigar bo'yicha muammoga duch kelayotgan bemorlarimizga mana kompleksli muolaja. Foydalanib, biz bilan muloqotda bo'lib, hamma analizlaringizni direktdan bizga yuborsangiz, Xudo xolasa mana shu mahsulotlarni ichganingizdan keyin oldingi analizlaringiz, diagnozlaringiz bilan va mana shu 40 kunlik bitta kurs lecheniyadan keyin yana boshqatdan topshirib, oldingi va keyingi analizlaringizni biz sizga taqqoslab berishga yordam beramiz. Mana foydalanib, o'zingiz jigar, taloq kasalliklaridan 100% tabiiy yo'l bilan shifo topishingizga o'zingiz yordam bering.